Turli sohalardan yig'ilgan 12 nafar yigit-qizlar nufuzli kompaniyaga katta maoshli lavozim uchun kuch sinash maqsadida bir nuqtada jamlanishgan. Men tanlasam raqibni eng zo'rini tanlayman. O'zi ambasador nimaligini bilasizmi? 20 yildan beri mamlakatimizda o'z o'rnini yo'qotmagan Paynet shirkati o'ziga ambasador tanlamoqchi. Bu 20 yillik kompaniya, o'yinchoq kompaniya emas. Ambasador bu kompaniya manfaatlarini himoyalovchi, uni mijozlari va raqobatchilari oldida munosib talqin qiluvchi, nufuzli tadbirlarda shirkat nomidan nutq so'zlovchi ramziy qiyofa. No, у нас время мало. Jiddiy lavozim uchun shartnomadagi maoshdan tashqari 150 million so'm pul mukofoti ham taklif etilgan. 150 million so'm o'rtoqlar. Mehnatsiz hech narsaga erishib bo'lmaydi. Atrofingizda o'z yo'lini topgan odamlar bo'lsa, siz o'sarkansiz. Bu shunchaki ofis hayoti emas. Sen uylanishing kerak, sen hech kim emassan, u тебя mashina neti, domi neti. Mutaxassis bo'lishni xohlasanglar, tanqidlarni to'g'ri qabul qilishinglar kerak nazarimda. Omadli bo'lishning o'zi yetarli emas. Zamonaviy mutaxassisga aylanish yo'lidagi barcha qiyinchiliklardan kim omon qoladi? Kim o'z bilim va imkoniyatlarini maksimal ishga sola oladi? Kim tuzoqlarga aldanadi va kim o'zini charxlay oladi? Sinov muddatida ko'rinadi. Men buni faqat kinolarda ko'rganman. Qo'pol qilib aytganda, bu Shavkat xolasini uyi emas. O'tgan qismda sinov muddatidagilar 4 soat davomida kompaniya haqida reklama tasvirga olishdi. Eng hayajonlisi, ushbu video mahsulot O'zbekistondagi nufuzli tadbirkorlar oldida taqdim etildi. 3 jamoa ichida uyalganlari va omadli topshirganlar ham bor, hattoki aldaganlari ham. Loyihada keskin burilish, bir deganda 2 ishtirokchi sinov muddatini tark etishiga to'g'ri keldi. Oldindan aytib bo'lmaydigan jarayonlarni kuzatishda davom etamiz. O'zinikini o'zi qilib, jamoa ishlamayapti, fikrini eshitmayapti bu. Yo, hozir kelishib edi, vobshe boshqa narsani plan qilib yordi. 1 2 3 ketdi. Ikkovlar bir bo'lib meni tashlab ketishdi. Shu ana ikkosini qarang, men ajratib qo'ydim. Yur, qanday nima qilyapman yo'q. Boshida rejalashtirilayotgan narsa ham bo'lmayapti hozir. Sal sredniy ro'yobman. Tak, bor. Ko'zda lekin qo'rquv kerak, bularda qo'rquv bo'lmayapti. Ozgina anaqa. Kechirasiz, Sultonali professional aktyor, iltimos, unaqa durmang, yaxshi chiqyapti kadr. Yaxshi chiqyapti. Iltimos sizdan. Ozgina qo'shsa bo'ladi. Men chaqirgan mehmonga ozgincha anaqa bo'lyapti-da, xunu narsa bo'lyapti. Ko'ring avval, bundan vohimali naygirish bo'lib qoladi. Yo, unaqa emas, prosta. Bo'ldi, iltimos. Bo'ldi, rahmat. Aql o'rgatyapti. Kechirib qo'yasiz. Meni soyamda qolib ketishdan cho'chidi-da, og'ziga kelgan gapni gapirdi. Agar menga imkon berilsa, borku hozir kimnidir chiqarib yubordim, Sultonalini chiqarib yuboraman. Lekin men buni chiqarib yubormasdim birinchi. Oxirida kimdir men burnini yerga chiqib qo'yishim kerak-ku. Hammani oldida mana shu bo'ladi-da. Hurmatli sinov muddatidagilar, anglagan bo'lsangiz, bugun loyihani Saltanat va Guseyn tark etadi. Ofisga keldik. Hafta yaxshi boshlandi. Kecha yaxshi dam olgan edim. Assalomu alaykum. Tushib, yuqori. Assalomu alaykum. Today bu urok. We got a lesson here. Kechagi muvaffaqiyatsiz tajribadan so'ng reklama va marketing qoidalari bilan jiddiy tarzda tanishish, kamchiliklarni oldini olish vaqti keldi. Ishtirokchilar uchun O'zbekistonda marketing qirolichasi nomi bilan mashhur Alima Aybekovna o'z mahorat darsini ulashish uchun keldi. Kelganlarni to'g'ri keldilar, salovatdan va biznes lejiliklari bosib turdi. Hamma ayolniki ham bosmaydi, u kishiniki bosib turdi. O'xshatdim kimgadir, eslolmadim. Let's vote for Uzbek. Who wants Uzbek classes? 1, 2. O'zbekcha bo'lsa dars, давайте. Ruscha ham bo'laveradi. I'm so sorry. I can sit close to him, you could translate to me. Yeah, okay, great. Have a sit. Menga yoqqani ingliz tilini yaxshi bilar ekanlar. Shu taraflarim yoqdi. Как prezentatsiya qilish qobiliyatlari bor. Shu taraflari menga yoqdi. Men Alima Aybekovna marketing sohasida 16 yildan beri o'qib, ishlab kelmoqdaman. O'zi bakalavrim iqtisodda. Lekin oyim atelyem yurg'izib ber deganda marketing bilimlari kerakligini bilib, men Amerikada, Kaliforniyada
San Fransiskoda MBA diplomini qo'lga kiritganman. Balki yashab marketingni o'rganganman. Instagramda ko'rganman marketologlar, yaxshi spetsialist. Pulim oz bo'lgan, men studentka bo'lganman. Bitta mahsulotni ko'rib qolsam saytidan, o'sha mahsulot meni orqamdan yurgan. Facebookga kirsam ham o'sha mahsulot, Instagramga kirsam target shunaqa yoqishgan, qimmat $500, $600 narsalarni ommagurumgacha o'sha mahsulot orqamdan yurgan. Men haqiqiy marketing qurboniga aylanganman. Menimcha marketingda nafaqat siz kitoblarda, kompaniyalarda ishlab o'zingiz mijoz bo'lib o'rganasiz. Shuning uchun men uchun marketolog o'zi haqiqatda kompaniyalardan mahsulot sotib olgan, marketing qurboni bo'lgan, qaysi ishlagan u insonga, qaysi ishlamaganligini bilgan inson marketolog bo'la oladi. Biz bir narsani sotib olishimizda reklamani effekti qanchada bilinadi? Mahsulot turiga bog'liq birinchidan bu. Agar qimmat narsalar bo'lsa, bu yerda sarafon, radio ham ishlashi mumkin. Misol uchun uy, mashina. Inson zoti sizni reklamangizni ko'rgandan keyin 4 oydan keyin sotib oladi. Marketolog bechora hozir giroy bo'lib, supermen bo'laman deb shaqirada hamma pulni sarflaydi 1 oyda. Endi brend nomi taniladi, ishonchi kirolmaydi. Bo'ldi, 1 oyda bizga natija qilmadi, yomon marketolog sanab tepiladi. Hamma xohlagan gapni aytish mumkin, lekin men ularni praktikada ko'rmaganman. Yaxshi informatsiya bor, nimadir olsa bo'ladi. O'zbekiston tarixida eng zo'r kreativniy reklama qaysi siz uchun? Menda anaqa yangi o'zbeklar degan reklama bor. Dayvoni reklama qilishga hamma choponda, qalpoqda bo'lgan, yangi mashina kirib kelgan o'sha eng kreativniy reklama bo'lgan men uchun. Okay, sizni fikringizcha? Hozir menimcha Lolani kliplari zo'r bo'lyapti reklama qilib. O'zbekiston natsionaliy anaqani reklama qilib. E'tibor, da. Очень provokatsion reklama bo'lib ketdi, chunki bor narsani shuna taraf chiqazib. Ko'pchilik kreativniy qilib qo'yadi-da, lekin lid tushmaydi, hurmat tushmaydi, просто kreativность bo'ladi. Lekin обязательно kreativniy reklama qadriyatlarni olib kelish kerak. Qadriyatlarni, kompaniyaning kuchli taraflarini ham aytib berish kerak. Bizning yoshligimizda bilmadim qaysi birlar ko'rgansizlar, Akfa'ning reklamalari bo'ladi, televizorda chiqaradi. Bizda любой reklama qilayotganingizda sotib olish qaroriga kim ta'sir o'tkazadi? Ayol kishi. O'zbekistonda sotib olish qaroriga nafaqat ayol kishi, qaynona, o'g'il bolani onasi, to есть ayol kishi. Erkak kishiga, любой erkak kishiga pulini berib qo'ysa, qullog'i tinch bo'lsa, oyisi bilan xotini xursand bo'lsa bo'ldi. Choyxonada mazza qilib ovqatlanadi, puli keladi, hamma hech kimga pul qarz emas, mashinasi bor, oyisi xursand, xotini xursand, wow. Bu haqiqiy. Demak, marketingda boshqaradiganlar kimlar? Ayol kishilar. Ayollarimiz. Alima bizga misol keltirib berganlardan keyin tushundimki, srazu bu ayol o'z ishlarini bilib, informatsiya beryaptilarki, rosa kerakli informatsiya kelyapti. Mana shu kreativniy reklama vositasi shu 4 soat ichida olsa bo'ladimi shu kreativniy qanaqadir rolik? Kreativniy reklamani hattoki yuzingizni ko'rsatib, bitta selfida gapirgan gapingiz bilan ham olsangiz bo'ladi. Очень реально. Очень реально. Kreativniy reklama degani bu albatta sizga eng katta byudjet emas. Misol uchun hozir katta brendlardan biri Balenciaga'mi eski iPhone'ga olingan rasmlarni qo'ydi Instagramga. Rasmga xira rasmlarni qo'yib qo'ydi. Uchta odamlar oddiylikni, eski narsani sog'indi. O'sha ham kreativniy podxod. Har doim takrorlanmagan narsani qaytarishdi. Kreativniy podxodda biz albatta brend qadriyatlariga qolamiz. Brendni hurmati sizning mijozlaringiz hurmati bilan barobar. Imijniy rolikda eng mashhur Brad Pitt, Alain Delon, elajib eng mashhur insonlarni olib chiqib qo'liga narsangizni taqib qo'ysangiz, "Okay" dedi, bunga ishonch bor ekan, men borib ishonmayotgan edim. Вот kreativniy reklamada umuman boshqacha yumor aralashtirish kerak. Marketologlar xalqni tarbiyalab, chunki bizning yoshligimizda shanba yakshanba uyda o'tirib bosh tarardik. Hozir shanba yakshanba hamma pulingiz ko'chada restoranda ishlab kelishingiz kerak. Bizning yoshligimizda hamma trivodnom ichardi, lekin hozir hamma cappuccino, americano ichadi. Bizning yoshligimizda sanoqlilar sushi yedi, lekin hozir Andijondagi qishloqdagi xolofotchilar ham hozir sushi yeyishadi. Kreativniy reklama это вообще zo'r. Ну, qiziq, menga yoqdi. Всё? Rahmat. Спасибо вам большое. Спасибо. Rahmat. Omad sizlarga. Juda ham foydali bo'ldi, rostdan ham qiziqarli bo'ldi. Qisqa nomda zo'r bo'ldi. Da, yaxshi o'tdi. Вообще maza. Mana maza qildim. Qiziqarli. Qani uvereniysi bor ana ayol. Hamma ayollar emas, savlati bosmaydi, uni bosib turadi. Alimoy Bekovani ko'rgansizmi yo'qmi? Imенно ishlayotgan, sotayotgan kurslari faqat ayollar, 90% qizlar, biznes ochmoqchi bo'lganlar, biznesdan yiqilganlar. Как раз bizga gaplashib o'tirdik bu narsani. Demak, do'stlar, hozir siz
sinovdan o'tdingizlar. Amirxonni parodiya qilsa. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yangi hafta muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Bu hafta sizdan shijoat, iroda va g'ayrat talab qilinadi. Intellektual jihatdan rivojlanyapsizmi? O'sish bormi? Nimalar o'rganyapsiz? Majburlab o'stirishayapti-yu. Xohlamasa ham o'samiz-yu. Chotga ketyapti. Просто bu yerda nimadir yangi o'rganish emas, o'rgangan narsamizni ham испытывать qilish ham bo'lyapti. Praktikada qo'llash ham to'g'ri kelyapti. Asosiy masala kunlik maosh tushyaptimi? Albatta. Sotda. Barakalimi? Shopping. Uyga ro'zg'orlik qildingizmi? 31-dekabrgacha ekan. Настроение zo'r, chunki ko'chaga chiqmayapmiz, yugurmayapmiz, itarmayapmiz hech narsani. Ofisniy rejim menga yoqadi. Bugun sinov muddati ishtirokchilari imtihon topshiradi. Imtihon orqali siz haqiqatdan ham mamlakatimizdagi eng nufuzli kompaniyalardan biri Paynet aksiyadorlik jamiyatida ambasador degan nomga qay darajada munosabligingiz aniqlanadi. Savol beriladi, javob berasiz. Har biringiz bittadan kompaniya boshqaruv xonasiga rahbar yoniga kiradi. Kelishdikmi? Tayyormisiz? Albatta. Navbat bilan kirasiz. Omadingizni bersin. Rahmat. Kimdan boshlaymiz? Bir necha kundan beri Paynet kompaniyasiga ambasador bo'lish uchun sinov muddatini o'tayotgan ishtirokchilar soni kamayib borar ekan. Ularning asl maqsadlarini bilish va ichki salohiyatlarini tekshirish uchun boshqaruv kengashi bilan maxsus suhbat tashkil etildi. Bu hayajonli va o'z navbatida hal qiluvchi uchrashuv bo'lishi mumkin. Men o'zimcha qanaqadir mantiqiy savol bo'lsa kerak deb miyamni nastroykalab kirsam, Oliy ma'lumotli jurnalistika fakultetini tamomlaganman. Bu loyihaga kelishdan maqsad nima? Ambasador bo'lish, ya'ni karyeraga yana bitta yo'nalish qo'shish. Qanaqa qadriyatlarni o'rgandingiz? Paynet uchun nima muhim? O'zimni yo'nalishimdan kelib chiqsam, faqatgina imij bo'yicha ko'proq yo'nalishlarni taklif qila olaman. Qanaqa taklif bo'ladi? Ya'ni zamonaviy Yevropa stilidagi tekinga ham ishlab beraverasizmi? Albatta. Da, roziman. Faqat seylidan ish bo'lmasa, faqat syomkalari bilan bo'lsa, boshqa ishimga ham ta'sir qilmasa, roziman. Umuman hayajon bosmadi, erkin, bemalol gaplasha oldim. Menga qiziq bo'lgan narsa bu rels shouda tirik qolish va oldinga harakat qilish. Hech qanday niqobim yo'q, ochiq kitobman. Borim shu. Hayotda to'liq davom ettirish uchun hayotni og'riqlarini qabul qilish kerak. Maktabda juda ko'p odam ustimdan kulishardi. Takan shu sababdan men gapirishga juda qiynaladim. Shunaqa gapirgan sababdan ham Takanova meni rus maktabga olishmagan. Aytishgan, bu eplab bo'lmaydi, bu уже nogiron deb qilishgan. Endi bolalar kamroq kulish uchun hammasini kontrol qilishga to'g'ri kelgan. Keyin uni to'g'rilashga harakat qildim. Sekin-sekin yaxshilanish boshladi. Ну, yashash kerak-ku endi, harakat qilish kerak, lekin o'zimni даже o'ldirmoqchi bo'lganman. To'g'risini aytaman, yo 7 yo 8 yoshimda o'zimni osganda arqon to'satdan takana uzilib ketgan. Keyin o'ylaganman, demak hali yashashim kerak ekan deganman. Takrova masalan maktablarda har xil tanlovlar bo'lardi, tadbirlar bo'lardi. Rosa xohlardim, lekin olishmasdi, aytardi, sen bizni parod qilib qo'yasan derdi. Chunki men bu paytda gapirganda juda kuchli duduqlanardim. Ustozlarimni ham juda yaxshi ko'raman deb ayta olmayman. Kollejda bizda Olmaliqda sanoat kasblari kolleji bor edi va o'sha yerga tasodifan kirib qoldim o'qishga. Dekabrda bizda AIDS kasalligi bor, o'sha bo'yicha sahna ko'rinishi. Va menga ishonib rol topshirishdi. Birinchi o'zim yo'qotdim, lekin endi menga berilgan va menga ishongan odamlarni ishonchini suiiste'mol qilgim kelmadi, boricha ko'rsatdim. Sahnada umuman ushlanib qolmadim va hech qanaqa duduqlanib qolmadim. Shunaqa mazza qildim. Adashmasam kollejda birinchi kursda o'qib yurganimda bitta turk bola bilan tanishib qoldim. U meni vokalga chaqirdi, aytdi, "Sani zo'r ovoz bor ekan" dedi. Men aytdim, "Ovozim yo'q" desam, "Yo'q". Tushunishdi, aytdi, "Buni yo'q qilsa bo'ladi" dedi. Keyin vokalga qatnab yurganimdan keyin 90 kundan keyin umuman duduqlanmay qoldim. Ya'ni sahnada qo'shiq aytish boshladim, vыступать qilish boshladim, konsertlarda. To'g'ri, Toshkentgacha bormadim, u paytda faqat Olmaliqda edim. Adam u paytda qayerligi esimda yo'q. Hali hayot edi. Ya'ni o'zim oxirgi yo'lga joyladim.
menga haligi qiyin bo'lgan bo'lsa ham o'shandan keyin yana sekin shok holat boshlandi, chunki orada bizni qidirmadilar, yo'q bo'lib qoldilar. Yoshligini bir ketib qaytib kelgan. Biz ham ketganmiz. Qaytib kelmadilar. Ya'ni opachamni janozasidan keyin opachamda porok serдца edi. O'zimda o'sha paytda pul yo'q edi. Operatsiyaga pul kerak bo'lgan. Dadam o'shanda topganman. Yig'ilab o'sha paytda oxirgi marta adamdan pul so'raganman. O'sha paytda yo'q degan. Menga qiziq emas. Xohlasa yashasin, xohlasa o'lib ketsin deganlar. O'shanda esimda onam yig'lab uyg'otdi. Tur, Zilolajon uzilib qopti. Opajam ismi Zilola edi. Shu keyin ishdan ketganman. Keyin o'sha paytda chunki onamlar juda stressga tushib qolgandilar. Ularga qarab o'tirishga odam kerak edi. 1,5 yilcha ishlamadim. Bu shouga to'g'risi bunaqa holatgacha yetib kelaman deb o'ylamagandim. Menga bu shouga o'rtog'im taklif qildi. Gusen shu taklif qildi. O'sha bo'yicha keldim to'g'risi. Menga shans berishdi. Rahmat. Paynetda eng yoqmagan 3 ta jihatini ayta olasizmi? Boshqa konkurentlar bilan analiz qilmagan hisobiga hali kamchiligini ko'rganim yo'q. Xohlasanglar men o'zim tushib ketaman dedingiz. Vaholanki biz sizni slabый звено sifatida umuman ko'rmayaptik. Shuning uchun meni sizga maslahatim, hadeb o'zingizni anaqa жертваga sifatida ko'rsatmang hech qachon. O'zingiz doim uверенный bo'ling. Biz o'ylaymizki, siz oxirigacha bora olasiz, ya'ni finalgacha bora olasiz. Men to'g'risi bunaqa gapni kutmagandim. Aktyor uchun ambasadorlik bo'lish bu juda ham muhim narsa. Keyin bo'ldi, shundan qutuldim desam, Anvar akani oldiga borasizlar deyishdi endi. Xalqqa yaqinroq paynetni ko'rsatib berishga harakat qilardim. Hali unaqa точный ideya yo'q, chunki bilmadim qancha mumkin emasligini. 24 ga 7 bo'y payt, soat 3 ta bo'lsa 3 ta, 4 ta bo'lsa 4 ta. Yo'q. Chaqirishot. 10 dan keyin точно yo'q. 8, 10, max 10 крайний срок. Nenormirованный grafikka men tayyor emasman to'g'risi, chunki baribir ham odam birinchi o'rinda dam olishi kerak. Kechki payt dam olmasa, qanaqa ish bo'ladi ertaga? Nasibam bo'lsa yetib kelsam, u yog'iga ham yo'lim ochilib ketar degan niyatdaman. O'zimni yaxshi qilib ko'rsatishda emas, borimcha bo'ldim, to'g'risi. Ambasador bo'lsangiz, nima taklif qilgan bo'lardingiz kompaniyamiz? Agar ambasador bo'lganimda Paynet kompaniyasiga ijtimoiy tarmoqlarda bo'lish живойroq, ya'ni UGC content degan narsa bor, ya'ni o'sha xalq bilan birgalikda qilinadigan kontentlarni taklif qilgan bo'lardim. Suhbat bo'ladi-ku, ishga olishdan oldin suhbat bo'ladi-ku. Meni tajribam chunki judayam ko'p suhbatlarga borganman. Judayam 2 soatlab gaplashib o'tirgan vaqtlarim ham bo'lgan. Birinchi yoqgan jihati bu 20 yildan beri oyoqda turib, konkurensiyalar bilan bemalol yelkama-yelka turib, raqobatchilik qilayotgani bo'lyapti. Undan tashqari ham onlayn, ham offlayn va возможностьlarni kengaytirgan yo'qyapti. Menimcha tabassum bilan omad tilab kuzatib yordilar. Menimcha yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. I've seen a couple of reality shows even in my country. They give them tasks on the field, in the office to check. It's capability. Yeah, it's all round. It's not just for strength or to see how smart you are. You have to be like verse over. Qanaqa hissa qo'shib beraman deb o'ylayapsiz loyihadan keyin Paynet uchun? Ambasador bo'lganingizdan keyin Sultonali desa Paynet desa Sultonali tasavvur keladi odamlarda. Hech qanaqa ugrozalar bo'lmadi, lekin subordinatsiya saqladik. Ozgina, chunki baribir direktor xohlagan gapni aytish mumkin emas. Sizga shaxsan qaysi bir qiziq ko'proq? Menda ambasador bo'lish, kompaniya bilan ishlash, lekin baribir motivatsiya kerak, finansiy podдержка bo'lishi kerak. O'zingizni komandniy guruh deb bilasizmi? Albatta. Bu proyekt doirasida ham, undan tashqarida ham asosan jamoa bo'lib ishlayman. Do'stona muhit bo'ldi, chunki savollarni aniq konkret qo'ydilar. Ular ochib oldilar insonni. Bizning kompaniyamiz bu qanaqa kompaniya sizningcha? To'lov tashkilotimi yo fintech kompaniya? Fintech kompaniya. Nimaga? Chunki bevosita onlayn to'lovlar bilan bog'liq. Hayajon bosganidan tez gaplashib, tez chiqib ketdimiz. Amirxon Umarov keldilar, ya'ni boshlovchimiz. Nega настроениеңiz yo'q? Ko'tarish yo'li bormi? Endi siz bor yo'ligini ayting oldin. Kayfiyatim yomon. Nega? Sizga paynet tashamayaptimi? Kundalik pulni. Kunlik tushum. Обделили вас. Bolalar Agar u pulni meni kartamga tashashsa, налоговый so'raydi, nega bunaqa katta pul tashadi deb. Ha. Yaxshi hazil. Kayfiyatim rostdan ham yomon. Va bu sizlarga bog'liq joy emas. 3 ta qiz bor ekan-a. Qaysi biringlar yaxshi kofe qilishni bilasizlar? Menga kofe kerak deb turibdilar.
Mana emas kofe приносящий. Bundoq qaradimda, men jim turdim. Kofe qilishni kim bilmaydi? O'tib sizga savolda. Hamma biladi-ku kofe qilish. Men barmenlik bo'yicha tajribam bor. Madina, rahmat. Boringizga shukur. Bitta kofe qilib bering, iltimos. Cappuccino latte. Americano. Bu yogurtli emas. Endi nastrinalar yo'qligi uchun rostdan ham kofe kerakligini men unaqa tasavvur qilmadim. Rahmat sizga Madina, bor bo'ling. Shakar 2 qoshiq soldim. To'ppa-to'g'ri. Rahmat. Xo'p, ishga qaytamizmi? Kutib o'tiramiz. Shoshilasizmi qayerga? Yo'q, men tushunamanki, sinov, shartma-shart menga qanaqadir tegishtiradigan gap gapiryaptilar. Menga bu narsa srazu yo'qotgani yo'q, lekin bilmaymanki, lop ushib ketaman desam, bu to'g'ri kelmaydi. Что? Это когда уже поздно. Поздно. Kelinglar ishga qaytamiz. Asal ko'p vaqtimizni olib qo'ydi. Ha, o'zingiz gaplashgingiz keldi men bilan. Qanchalik qaltis hazil qila olarkanman, ulardan menga kelyapti shunaqa tarzda, men ham qaytara olarkanmanmi degan o'zimni sinab ko'raman bu jarayonda ham. Sizlarga korporativ psixolog kerak emasmi? Yo'q, все нормально. O'zaro yaxshi chiqishyapsizlarmi? Albatta. Sulton, Sinnur, Asal, Bizda полная гармония. Aniqmi? Да. Полный Bizdan kuzatayotganlar bunaqa demagan bo'lardi, menimcha. Yana bir kishi bo'lsa, keyin уже 6 kishi bilan menimcha bu yog'i final. Baytga qo'yaveringlar. Umumiy imtihon jarayonidagi sizlarning intervyuinglar qoniqarli deb bo'lmaydi. Qoniqarsiz va buni oqibatida bugun loyihani bir emas, ya'ni 2 nafar ishtirokchi tark etishi mumkin. Shunaqa taxminlar ham bor. Xo'p, aka. Ana endigina jiddiy sinovlar boshlandi. Men shu odam qoladi ko'rsatuvga desam, meni qarashim bo'yicha o'sha odam qolmayapti, chiqib ketyapti. Men taxmin qila olmayman kim qoladi, kim Siz chiqadi. qarashingiz bo'yicha bu yoqdagi 2-3 ta ishtirokchi allaqachon ketish kerak edi. Meni planim bo'yicha hammasi po planu ketyapti. Tushunarli. Rahmat, juda ham samimiy muloqot bo'ldi. Juda ham samimiy. Bugun jiddiy sinov kutyapti sizlarni. Paynet kompaniyasi mijozlari orasidagi eng katta hal qilish juda murakkab bo'lgan 10 ta mijoz bilan uchrashuv bo'ladi. Uchrashuv doirasida siz ularning muammolarini tinglashingiz va yechim ko'rsatishingiz kerak bo'ladi. Sizdan jiddiyroq mas'uliyat bilan, xushmuomalalilik bilan mana shu muammoni bartaraf etish so'raladi. Shart doirasida jonli murojaatchilardan tashqari call center orqali ham javob beriladi. Umid qilamanki, kechga yorug' yuz bilan ko'rishamiz. Rahmat. Xayr. Rahmat. Madina, kofe uchun katta rahmat. Oshpazsan. Amirxon chiqib ketganlaridan keyin ikkita spetsialist kirdilar o'sha call centerdan. Katta kompaniyalarda shikoyatlar bilan ishlash bo'limiga alohida e'tibor qaratiladi. Bu o'sish mijozlar bilan yaqin bo'lish imkoni aslida sinov muddatidagilarga o'ziga xos talablarni tushuntirish uchun Paynetning fidoyilari jalb qilindi. Assalomu Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalom. Meni ismim Ibrohim. Paynetda infeksioz bo'limida mutaxassis bo'lib ishlayman. Arizalar bilan, shikoyatlar bilan ishlayman. Labek Ibrohimbek Tolibbek o'g'li. Paynetda 5 yildan beri ishlayman. Infeksioz kabel bankomatlarga xizmat ko'rsatish bo'limi 2009-yil dekabr oyida ishga kirganman, operator bo'lib. Institutga kirganimda birinchi kursda, birinchi semestrdan keyin taklif qilishgan shu yerga. Shunda shu yerda faoliyat boshlaganman. O'qishdan keyin kelib ishlardik. Ishga kelishimdan oldin kasallik bo'lgan. 18 yoshimda, ya'ni o'sha kollej bitirgandan keyin shu kasallik aniqlangan, muolajalar qilingan, muntazam ravishda oxiri foyda bermagandan keyin shuni olish majbur bo'lganman. O'zim roziligim bilan oldirilgan narsa bu. Ishga kirishimda bu narsa menga muammo bo'lmagan. Ish jarayonida ham muammo bo'lmagan. Hozirgi paytda birinchi o'rinda jismoniy mehnat emas, aqliy mehnat turadi bilaman nima? Sababi aqliy nuqsoni bo'lmaydigan bo'lsa, xohlagan ishini qila oladi deb bilaman. Odam o'ziga bog'liq. Agarda qiyinchilik bilan yuradigan bo'lsa, o'sha qiyinchilikni bartaraf qilmasa, shuning ichida yuraveradi.
2022-yilda uylanganman. Hozir ikkita farzandim bor. Uylanayotganimda ko'p yordam qilishgan. Bitta oilaga nima kerakli texnika bo'lsa, o'sha tarafdan yordam berishgan. Aynan kompaniya payida. Rahbariyat tarafdan, xodimlar tarafdan. Hozirgi bo'limda ishlayotganimdagi asosiy ish faoliyati o'sha ko'chadagi bankomatlar, ya'ni odamlar to'lov qiladigan apparatlarga xizmat ko'rsatish bosh ofisda. Hop, endi O'zbekiston bo'yicha bankomatlarning taxminiy soni o'sha 3000 dan tepa deb bilaman. Ya'ni qanaqa bo'ladi? Fuqaro pul to'laydi yoki misol uchun puli tushmay qolsa, yoki puli tiqilib qolsa, o'sha narsani o'sha bankomatda bu o'zini egalari bo'ladi, ya'ni agentlar deb aytiladi ular. Ularga o'sha ma'lumotlarni yetkazish, ya'ni stabil ravishda ishlab turish kerak, o'shani ta'minlab berish. Imkoniyatimiz ko'pligini bilaman-da, boshqa kompaniyalarga qaraganda. Oldingi bilan hozirgini solishtiradigan bo'lsak, ancha farqi bor. Qo'shimcha kompaniyalar bilan shartnoma tuzilgan, to'lov qobiliyati yana ham kengaytirilganda. Raqamli dunyoda yashayapmiz-ku, raqamli iqtisodiyot bizda. Xo'p, o'zi ishga kelganimda o'zi Paynet ilovasi endi chiqarilgan bo'lgan, yangi ilova bo'lgani uchun ko'pchilik bilmagan, biz ishlatardik, o'sha oldindan ishlatib kelganman men. Nega afzallik bor? Cashback berishi, har bir to'lov uchun tangalar berishi, tangalarni hozirgi paytda har xil paketlarga almashtirish mumkin. Yandex podpiskalarga almashtirish mumkin. NFC misol uchun Paynet shoxobchasida terminal bo'lmasa, telefon orqali pul yechishda, ya'ni mijozni kartasidan pul yechib, unga naqd berish. Ya'ni cash out xizmatini qo'shimcha yana xizmati hisoblanadi. Hozirgi paytda yashash uchun motivatsiya beradigan oila ishimda sharoitdan kelib chiqqan holatda yaxshi ko'raman. Qo'yil lekin dedim. Paynetga bo'lgan hurmatim oshib ketdi, ishonasizmi? Shunaqa ishlashini ko'rib, men Paynetga hurmatim oshib ketdi. Infokiosk va call center bo'yicha bizga birinchi birlamchi informatsiyalarni berishga to'g'ri. Qanaqa gaplash kerak, nimadan boshlanadi? Ariza qanaqa olinadi, qanaqa yoziladi? Biz o'zimizga kerakli narsalarni so'rab oldik. Yaxshimiz? Yaxshi, rahmat. Problema. Kerak emas, siz bilan kuzatib qo'yaman. Keling. Ismingiz nima? Omon. Tanishganimdan xursandman, Sinur. Meni mijozim Omon aka, kartaga pul tashaganlar, lekin pul tushmagan. Apparat qabul qilyapti, lekin kartamda pul yo'q. Xo'p, bu qachon bo'ldi? 2 kuncha oldin. Nega 2 kundan beri murojaat qilmadingiz? Men prosta o'sha vaqtgacha ishonib yurgan edim sizlar sistemalarga. O'zi pul solgandan keyin odatda tekshirib olish kerak bo'ladi. Sразу o'sha oplata qilgandan keyin ham, kartaga pul solgandan keyin ham, chunki biz infokiosklarni sotamiz tadbirkorlarga. Biz o'zimiz sistemaga javob beramiz, lekin u infokiosk, ya'ni bankomatni boshqa tadbirkor qo'ygan bo'ladi. Qancha miqdorda sotdingiz? 400 ming. 400 ming so'm. Karta raqamini bilsam bo'ladimi? Kontraktga to'luvdim, pul o'tdi, universitetga borsam, aytishyapti to'lamadim deb. O'shanga sizlarga kelmoqchidim, so'rovchinim, men pul o'tmadi deb. Shunchaki menimcha o'tib ketayotgan vaqtda Paynetga kredit счётda pulim tushmay qoluvdi, bir kirib ketganmi deb o'yladim. Paynet platformasidan to'lagansiz, to'g'rimi? 2 kun oldin to'luvdim. Agar to'lamasang 3 kunda seni vignit qilamiz deyishyapti. Avvalo bunaqa noqulaylik uchun uzr, hozir tekshirib ko'ramiz. Ko'rishda menimcha, ya'ni shikoyat bo'yicha ham qanaqadir vaziyatdan qanaqa olib qochish chiqib ketishdi. У меня случилось то, что я вчера оплатила, как положено, интернет. Так. Ваш милый автомат мне не выдал квитанцию, и у меня интернета нет. И каким образом мне доказать теперь, что я оплатила? Вы, через какую карту оплачивали? Через вашу тумбу, которая стоит возле нашего магазина. Internetga to'lov qilganlarda litso счет orqali to'lov qilinadi. Ular litso счетni bilmayman, men через логин orqali to'lov qildim dedi. Вы оплачивали наличкой. Наличкой, да? Сейчас я возьму из вашего имени заявление, и мы рассмотрим за 2 часа. Фирма дает гарантию, что через 2 часа мой вопрос конкретно будет решен. Хорошо, давайте я напишу заявление. Qayta to'laydigan sharoitdagi odam emasman, o'zi qiynalib turibman. Keyin qarang, bir oyga 181 ming jekka to'layman. Bir oyligimiz, 5 xonali uy bor edi. Kimdir kular, mazax qilar o'sha pul, shu pulga borib kelib o'tirdim deb. Men uchun o'sha pul. Men boshida aytgandim, ya'ni call center tizimlashtirish kerak degandim. Bugun mana shu narsa kelyapti. O'sha mana 10 ta topovoy savol, muammo hamma mana kunma-kun kelaveradi.
bitta narsa, pulim qotib qoldi, nima bo'ladi? Qachon qaytarishim kerak? Kam to'lasam nima bo'ladi? Men 100% tarafman, chunki xohlaysam yo'q, biz 1000 so'm ishlatamiz ham 100 mingmi, bu bizning shaxsiy pulimiz. Biz uni o'ynab topayotganimiz yo'q. Yuzaga kelgan muammodan men uzr so'ramoqchiman. Ikkita yordam bera olaman. Birinchisi tez, ikkinchisi effektivniy, lekin ozgina kuchimizga to'g'ri keladi. Paynet ilovasidan o'sha to'lagan raqam, telefon nomeringiz kerak bo'ladi. Qiynalib azob chekkan ayol, qizni ham tanimaydilar, qayerda to'laganini ham bilmaydi, karta yo'q. Chunki ular kommunalga to'laganlar, absolutno 0. Telefoningizda приложение bormi aka? Telefonimda bor, ha. O'shani ochingchi, u yerda istoriyangizni saqlanish qilish kerak. Tushunman, ularning hayajoni ham menga ozgina o'tyapti, chunki men umrimda qilmagan ishlarni bu yerda qilyapman, to'g'risi. Bu paynetmi? Yo'q, bu shu to'lanmaganlik haqida xabar. Jarima, anaqasi. Я купила билет. На что? В Москву. Авиабилет. Авиабилет. Окей. 5 миллионов с лишним. Ага. Sняли 10 миллионов? Да, да. Как это? Demak, 4 ta bilet sotib olgansiz va ulardan 3 tasi chiqqan, bittasi chiqmadi. Chiqmagan. Telefon raqami orqali. Jami qancha? 600 ming deylik. 600 ming. 600 ming so'm miqdorida. Mana. Demak, hozir soat deylik 4:48 bo'libdi. 2 soat ichida sizni muammongizni hal qilamiz. Твой identification. Такой identification. Паспорт или... Да. Паспорт. После там есть ПНФЛ number, там был? Да, не получается. Not that I didn't have. My communication skills were not as good as he wanted. It was possible for me to have better communication skills. So, тогда, может быть, нужно удалить и опять. Удалить и заново скачать, да? Ага. И попробуем, если так. Давайте попробуем. ПНФЛ, Face ID, все должен быть. Потом будет хорошая работа. А может у вас тут Wi-Fi есть? Сейчас. Я дам. Buni uchun qarang aka. Chat с поддержкой degan anaqasi bor. O'sha tomon ilovani yuklab olsangiz, sizga ancha osonlik qilib beradi. Вроде jarayonni bitirdim. И свое имя напишите, с кем я сейчас общалась. Okey. Xo'p, boshqa savollaringiz yo'qmi menda? Hozircha yo'q. Muomala qildim, menga yozib ketdi, a'lo darajada deb yozib qo'ydilar-yu menga. Bu safar ovora bo'lib o'tirmay, call centrimizga telefon qilsangiz. O'zim og'ir gapirgan bo'lsam. Yo'q, hech qanaqasiga. Ты не знаешь английский? Little bit. Окей. London is capital of Great Britain. Лондон из Габриэль, да. А как вас зовут? Габриэль. Габриэль. Все. Вот, получилось. Как я сказал? Все, теперь все будет работать, да? Да. Ну все, тогда. Спасибо большое. До свидания. O'zi bunaqa problema sizlarda ko'p ko'rinadimi? Bunaqa problemalar bizda ko'p ko'riladi. Pulini qaytarilmaydi, puli o'sha shotga tushirib beriladi. Yana qanaqadir savollaringiz Yo'q, bor? boshqa savollar yo'q. Rahmat katta. Salomat bo'ling. Men odamlar bilan yaxshi atashina qilaman. O'zim faqat odamlar bilan atashina qilaman. Javob sizni qoniqtirdimi Yulduz opa? Natija bo'lsin, shundan keyin aytamizda. Chunki menga yaxshi gapirib chiqarib yuborasizlar-da, keyin bu yog'i rezinka bo'lib cho'zilib qolmasa deymadi. Hamma xursand. Manetli krasavchik, ты самый лучший. Ты moj kumir deb vashshi maqtab ko'rsatdilar. Qo'limdan kelgancha men o'zim shaxsan shug'ullanaman bu bilan. Paynet kompaniyasi tashkil topgan 20 yilligi hozir nishonlanmoqda. Uni YouTube kanalimiz bor, sahifamiz. Sahifamizga telefon orqali obuna bo'lib qo'ysangiz, bizda turli sovrin jamg'armalar o'ynalyapti. Paynet kompaniyasining xaridorlariga o'sha sovrin jamg'armalarimizni tarqatamiz. Zo'r o'tdi, просто zo'r. Zamonaviy korporativ talablar uchun xodimning muammoni hal qila olish mahorati yuqori o'rinda turuvchi jihatlardan sanaladi. Ko'rib turganingizdek, hamma bu vazifaga shaxsiy tajribasi, muomala madaniyatidan kelib chiqib yondashadi. Shart murakkablashtirildi va endi sinov muddati Call markazida davom ettiriladi. Bu yerda sizlar kutib olgan bo'lsanglar, endi telefonda gaplashishga to'g'ri keladi. Pomosh so'ramaysizlar. Qanaqa ma'noda? Misol uchun, u kimga yo'lab ber, unaqa ber. Bizda mumkin emas. Iloji boricha o'zingizlar gaplashaysizlar. Oldinglardagidan so'rasanglar bo'ladi, nima savolga javob berishni. Shunaqa qilishinglar kerak. Klientlar davolni ketish kerak. Operatorlar bizda kompaniyamizning yuzi. O'sha yuzi bo'lib berishinglar kerak bo'ladi. Всё. Кому-то есть звонок? У тебя? Ilonchi o'zinglar. Siz Undayim birinchiman. Ya bo'ldi, zo'r ekan, oson ekan. Assalomu alaykum hurmatli mijot. Rahmat. Sizga nima yordam bera olaman? Ismim Timur, Labeshida ishlaman. Здравствуйте.
Здравствуйте. 66-61. Qancha so'mma kiritgansiz? Qadati skinning dengi. 3 kundan beri tushmayapti. Nimaga? Davlat xizmatlaridan shtrafga qanaqa shtraf bilsak bo'ladimi? Paynet call centerga telefon qildingiz. Arizangiz ishtami? Arizam emas, qattan bilasan, hali savol berganim yo'q. Shunaqa stress oldim, думаю, все, men точно, я, наверное, вылечу дома. Chunki ikkinchi etapi borligini bilmadim. O'zi mutaxassislarga aytdik, 2 soatga to'lovingizni hal qilib tushirib beraman. Yo, menga nimaga 2 soatga hal qilib berasizlar? Menga hozir hal qilib berasiz. Вы так со всеми клиентами общаетесь, не нажимая на микрофон? Очень извиняюсь, конечно, но так получилось. Operatorga ulab beraman. Nega ulab berasiz boshqa operatorga? Но у нас такой принцип, у нас нужно все. Rahmat, kuningiz yaxshi bo'lsin, xayr. Call centerda ishlaydigan odamlarning asabi shunaqa stальной ekan. Ko'rdingiz? Men bu ishlamayman. Qanaqa chidaysizlar bu narsalarga? Suv ichasizmi? Suv olib beraymi? Sizchi? Men suv ichaman. Tan berdim to'g'risi call centerdagi ishchilarga. Bilib turardim, ofis menga yoqmaydi degan gapim, ofischilarning ishlari unaqa degan ma'noda emas. Просто meni kuchim yetmagani uchun menga ofis yoqmayapti deb misol uchun aytishim mumkin edi. Lekin tan beramanki, ofisda ishlashi o'zini mashaqqati bor, o'zini har odam baribir ham buni xohlab qilishi kerak ekan. Bugungi dolzarb muhim kun yakuni bilan barchangizni tabriklayman. Yuz ko'zingizda charchoqni sezyapmiz. Dam olishga vaqt bo'ladi va bugun kimgadir umuman loyihadan dam olishga ruxsat beriladi. Bitta mazda bugun chota kun uzun bo'ldi, ikkita ishtirokchi chiqadimi deb qanaqadir g'alati anaqa bor. Kommunikatsiya haqida so'radim men ko'pchilikda. Kimlardadir bor, kimlardadir afsuski bo'lsa ham noto'g'ri, yoki bo'lmasa umuman yo'q. Shuning uchun bugungi agar e'tibor bergan bo'lsanglar, sizlarga qo'yilgan topshiriq mijozlar bilan to'g'ridan-to'g'ri ishlash haqida edi. Madina opa, bugun kunning ikkinchi yarmida ishtirokchilarimizni ko'proq kuzatishga vaqt ajratdingiz. Tafsilotlar qanday? O'zim ikkinchi liyani boshlig'i bo'lganim uchun sizlarni o'rganib chiqishim osonroq bo'ldi. Chunki bizda jalblar har doim bo'ladi. Men bularga как xodim qaradim. Topshiriqqa asosiy maqsadi bu qanchalik sizlar stressni boshqara olishinglarni tekshirish bo'lgan edi. Men oldin ham aytgan edim, har bir topshiriqning tagida hikmat bor. Mijozlar bilan ishlayotganda stressni, asablarni to'g'ri boshqara olish kerak bo'ladi. Bu bir. Ikkinchisi, sizlarga bo'ldi, vaqtingiz tugadi degan signali, siz vaqtingizdan unumli foydalana olmadingiz degan. Kunning birinchi qismi bo'yicha suhbatdan qoniqarsiz deya ayta oladigan ishtirokchilar bo'ldimi sizda? Bo'ldi. Ularning kimligini ayta olasizmi? Men aytishim mumkin bo'lgan qatnashchilar bu asosan ikkita odam deb bilaman. Menimcha men chiqib ketsam kerak. Ikkitasidan ham ko'nglim to'lmadi. Chunki ikkita mijozni ham oxirigacha ishlay olmadim deb o'ylayman. Agar meni bugun loyihadan chetlashtirishsa, men bugungi kungi natijalarim uchun kurashaman. O'zimni minusimni bilaman bu safar. Hozir bu yerda nimadir gapirsam bo'ldi, ishi bo'sh o'zimga anaqa qarataman-da e'tibor. Sразу meni haydab yuborishadi deb o'yladim. Shuning uchun jim o'tirdim iloji boricha. Pismig'larcha deyshadimi? Birinchisi bu Ziyovuddin, ikkinchisi Madina. Ziyovuddin va Madina. Qanaqasiga unaqa bo'lishi mumkin? Men prosta tushunmaganim. Birinchidan direktorning oldiga Tim bo'ldi, Anvar aka oldiga kirib chiqamga men o'zimga dastoyniy edimda, hech qachon o'zimdan anaqa minus topmadim. Qaysi jihatlar yoqmadi? Ko'proq bu maqsad, ko'proq bu kommunikatsiya va unga qanaqa ko'rinishda intilish, yondashish bo'yicha menda juda ham ko'p savollar chiqdi. Bu bosqichga yetib kelguncha o'zi bo'lmadi, hayajonlarni yengish, nimalar bo'lish. Hozir to'g'risini ayta olaman, kameraga oldinga nisbatan sal hayajonim qoldi. Birinchi aytganimdek, hammanglar zo'r gaplashdinglar, gap yo'q. Telefonda gaplashilganda ko'proq menda o'zimda qiziqish uyg'otgan Ibrohim bo'ladilar. Ibrohim juda ham spokойно gaplashdilar, shunaqa gaplashdilar. O'zim ishga olgim kelib ketdi o'zimga. Qisqacha aytaman. Madina klientlar bilan umuman gaplasha olmadilar. Ko'zimga qarab, Madina dedilar. Men, to'g'ri, balki men ularni eshitmadim, balki shunaqa bo'lgandir. Men prosta hayronman, menimcha adashdim. Boshqa ism aytishmoqchi bo'lsa, jingalak soch ikkita edi-yu, men adashib ketgandir. Boshida qiynaldilar.
hayajon bo'ldi. Keyin уже o'zlarini oldilar. Bu maqtovmidi hozir? Bu yerda davomatdim. Umuman qoniqarsiz bo'lgan ishtirokchilar ismlarini aytsangiz. Ziyoddin и Madina. Madina. Men ozgina o'yladim, nimaga Madina kuchli ishtirokchilardan bittasi, u qolishi kerak edi akansi. Bugun bir kishi tark etdi. Ana endi bugun loyihani tark etadigan ishtirokchi ismini e'lon qilamiz. Pichir qilishyapti. Hammaga bilasizmi? Hamma chiqib ketayotganda, "Voy, nimaga unaqa chiqib ketdi? Asal hammani tarafini olgan. Voy, nimaga chiqib ketadi? Nimaga qororoqqa kiradi?" degan odamlar menga kelganda jim, menga kelganda hech kim tarafimni olmadi. Bugun loyihani tark etadigan ishtirokchi Ziyovuddin. Ziyovuddin. Ziyovuddin shotgacha kelganimni o'zi katta yutuq. Ziyovuddindan to'g'ri chiqib ketgani yaxshi bo'ldi, chunki u o'zini ustida ishlashi kerak edi. Bu yerda vaqt o'tib ketyapti. Ziyovuddin menimcha loyiha doirasida yetarlicha o'zingizga tajriba oldingiz. Bu loyiha doirasida eng ko'p, eng katta imkon sizga berildi nazarimda. Bir necha bor qora ro'yxatga tushganingizni inobatga olgan holda aytyapman. Albatta. To'g'ri, bu gap to'g'ri. Shunday desam, mubolag'a bo'lmaydi. Endi nima qilamiz? Taqdir ekan, shu yergacha yetib kelishim o'zi men uchun bu katta rezultat desam, adashmasam kerak menimcha. Barchaga rahmat. Men xafa emasman. E'tibor bergan bo'lsangiz, bugungi kunda Ziyovuddin takana so'zini ishlatmadi. Chunki kelgan vaqtim ertalab aytdim. Ziyovuddin har bitta aytgan takana so'zi uchun menga 5000 so'm berasizmi? Ziyovuddin, asosiysi siz bugun umuman hayajonlanmayapsiz va bu ham qaysidir ma'noda sizni loyihani yutug'i nazarimda. Albatta. Tabriklayman. Kattakon rahmat. Boringlarga shukr. Shunday imkoniyat berganlardan, shunday imkoniyat menga taqdim etganlardan juda xursandman. Kelgusi faoliyatingizga rivoj tilaymiz. Agarda sizni yana eshitmoqchi bo'lsak, siz ishlaydigan radio kanalini tinglaymiz. Yoki reklama zakaz qilsanglar bo'ladi. Kelishdik. Rahmat katta. Sizga ruxsat. Rahmat. Bu proyekt menga ancha o'zimga bo'lgan ishonchni orttirishga, boshqalar bilan, inson bilan muloqot qilishga yordam berdi. Qancha ko'proq ishlasam, qancha ko'proq suhbatlashsam, menga shu narsa yordam bo'lar ekan va oldagi yo'lim ochilish boshlar ekan. Ko'rsatuv borgan sari bor-ku, bir-biriga hammani agressiv qilib qo'yapti. Hamma o'zini o'ylashni boshladi. Safimiz borgan sari kamayyapti. Finishga yaqinlashib qoldik. Lekin bizda qora ro'yxatdagilar bor. Ular kim? Qora ro'yxatga men birinchi navbatda Madinani olgan bo'lar edim. Qora ro'yxatga shu bilan bir qatorda men Gabrielni ham olgan bo'lar edim. Chunki qarang, уже ambasadorlikka ketayotgandan keyin обязательно kommunikatsiya, nutq muhim narsa. Gabrielga bu qiyinligi fakt, chunki Gabriel ruscha, inglizchada yaxshi. Yaxshi emas qora ro'yxat degan bo'lsalar, bilmadim lekin. Sababi o'sha men aytgandek, kommunikatsiya, fikrni to'g'ri yeta olish, bilish, yetkazib berish, maqsadlarni aniqlash. Gabrielda, по-моему, bu языковой baryer bo'lsa kerak, lekin harakat qildilar. Offlaynni 100% qildilar, sal telefonda ozgina qiynaldilar. Chunki языковой baryer bo'lgan. Men yana bitta fikrni qo'shmoqchiman. O'sha boshida ham aytganman, bizning kompaniyamiz har doim xodimlarga mutaxassislik imkoniyat berishni birinchi navbatga qo'yamiz. Hattoki u qanaqadir ish kasb davomida qiynalsin. Sababi har bitta inson qiynaladi, qoqiladi, xato qiladi va unga o'sha xatolarni ustida ishlashga imkoniyat beramiz. Qolganlarda yana imkoniyat bor. Imkoniyatni qo'ldan boy bermasligini so'rab qo'ygan bo'ladi. Proyektda men qoldim, Sinur, Sultonali, Ibrohim, Madina. Har birimizdan chuama kuchli tarafi ham bor, salbiy tarafi ham bor. Endi qaysi birimizga qatgacha borishi, menimcha bu ham omadda gapdir, ham o'zini ko'rsatib berishda ham. Finalda faqat men bo'laman desam, ertalab ham aytdim, yana aytaman, finalda men faqat o'zimni ko'raman, boshqalarni hozir hech narsa deya olmayman. Chunki umuman o'ylamagan odam bugun Madinani qora ro'yxatga qo'yishganligi uchun nimadir deyish qiyin menga hozir. Sinur, кто такая, ты мне не нравишься derdim. Oldin yoqmayapsan, yo'qol demoqchi edim, keyin qarasam, ozgina balans kerak. Любой kommunikatsiyada biz hozir yaxshi kelishdik. Oldinda yanada murakkab shartlar sizlarni kutyapti. Har qanday holatga tayyor turing. Rahmat katta. Ziyoddin xursand bo'ldimi? Mamna qayqib chiqib ketdim. Kutilganiga menimcha xursand bo'ldim. You are in black paper. You are in the black line. You have to be more communicative.
Men o'ylaymanki, bundanda boshqa, bundanda yaxshi imkoniyatlar sizda bo'ladi. Shu bilan bir qatorda bizning kompaniyamizning ofisi siz uchun eshigi doim ochiq. Bemalol kelishingiz mumkin. Agar sizga qiziq bo'lsa, bo'sh vakansiyalarga ishga hujjat topshirishingiz ham mumkin. Ketishimdan shunda bir qadamda turdim, bir qadamda lekin. Shunda naqsim bo'ldi ketardim. Esdalik bo'lib qoladi. Atmosfera derskiy. Joni bor joyda men o'zim ishonmayman. Shoshma, zo'r. Akkuratno. Men uchun juda ham qo'rqinchli bu holat. Orelada bormi shunaqasi tilla quymani ko'rmaganlar? 999% karata. Men buni faqat kinolarda ko'rganman. Chin samimiy fikrlarimizni aytadigan doiradamiz. Samimiy tuyulmadi qanaqadir. Men juda ko'p narsani tushunib oldim hozir. Ishtirokchilar sizni finalda ko'rishni istayotgani yo'q. Ancha-muncha Moskva ochildi men uchun. Yarmi chopildi.